Mana xonani yarmini qildik. Mehmonxona edi. Mana hozir ozgina joy qilganim o'zida. Ya'ni bu plisosimiz bir vaqtda o'zida 3 ta funksiyani ideal bajaradi. Ya'ni u ham mo'yishli, gilamlarni, mebellarni yuvadi, ham влажный уборка. Oddiy mana shu o'zini qopini qo'yib foydalansak ham bo'ladi. Qopi monograzli va juda ham katta. Oddiy suxoy plisos sifatida ham ishlayveradi. Hozirgi paytdagi mo'yishli plisoslarda o'zini faqatgina mo'yishli filtri chiqadi va uni oddiy plisos qilib foydalanmoqchi bo'lsangiz, buni iloji bo'lmaydi. Bunda esa spetsialni o'zini xuddi shunaqa водяной sistemasi bor va o'sha plisos ichiga kirayotgan changlarni to'g'ridan-to'g'ri suvga taqab beradi. Shuning hisobiga xonaga chang chiqib ketmaydi. Bu plisosni o'zini 5 xil nasatkasi bor. Standart nasatkasi, gilamlarni yuvish uchun, mebellarni yuvish uchun va sochlarni bilan yig'ib olish uchun xuddi shunaqa roller nasatkasi va xuddi shunaqa kafellarni va parketlarni, suvlarni shim oladigan nasatkasi bor. Hozirgi paytdagi bunaqa водяной plisoslarni yoki mo'yishli plisoslarni turbalari bunaqa teleskopiskiy железный emas, oddiy alyuminiydan qilingan. Buniki esa juda ham baquvvat va yaxshilangan. Kerak bo'lsa murojaat qilasizlar, o'zimizda bor va bozor bo'stligi har doim eng yaxshisini tavsiya qiladi.